Shunda orqamda turgan klientimiz mana 008 ko'rsatadi ham. 008 lik klientimiz Rano opa o'zimdan mashina olib ketganlar. Ya'ni oldingi mashinalarni ham sotib berishga olib qolib, joyida almashtirib, o'rniga xuddi shu mashinani qilib berdim. Hozir birga gaplashib, xudo xolasa mashinalarni yana zaryadga qilib berdik. Bizda qanaqa xizmatlar bor? Ya'ni siz agar bizdan oldin avtomobil olgan bo'lsangiz, shu avtomobilingizni sotib berishga yordam qilamiz. O'rniga xohlasangiz avtosalondan qo'shimcha to'lovlar qilib, mashina tanlasangiz bo'ladi. 5 larni sotib oldik, o'rniga Donfen 008 avtomobilni qilib bergan edik. Mashina zo'rdilar, haqiqatan maza qilib yuribdilar. Xudo xolasa, mana hozir sekin ketyaptilar. Rano opa yaxshi yetib oling, charchamang. Ko'rdinglarmi? Mashinalarni olib qolib o'rniga sotib berib. Bugun sizlarga bitta yaxshi mashinani ko'rsataman. Bilasizlar, oxirgi paytda bunaqa avtomobilni topish juda ham qiyin bo'lib qoldi. Sababi bunaqa probegliklarni topish o'zimga ham bir qilib aytmoq muammo bo'lib qoldi. Sababi kam. 70+ yaqindagina fulli qorasini qo'ygan edik. 3-paytdan bugun sizlarga 70+ 1.5 ani rasxodi kam bo'lgan mashinalar so'rashadi-yu, shunaqa 1.5 variantini olib keldik. 1.6 emas bu, 1.5 turbina komplektsiyasi. Eng qizig'i buni qiziq joyi probegida. Sababi avtomobil juda kam yurgan. Probegini ko'rsatamiz. 9050 km. 9000 km yurgan 70+. Menimcha o'sha noyoblar safiga kirib qoldi. Sababi 70+lar avtosalonda allaqachon tugagan. Ya'ni Jetaurda bu modellarni o'zimizda tugagan. Xo'p, mashinamiz 1.5 litrli turbina. Bunga propan qo'ysa bo'ladi, lekin propan qo'yilmagan. Zavodskiy stok holatda egalari olganlar, haydaganlar. Hech qanaqa bir tuninglar qilib, qilinmagan. 9000 km zavodskiy holatda. Mashinamiz yili 2023, kraskalari top-toza, nima karomati bor bu mashinalarni deydigan bo'lsanglar, 70+larning ichida eng rasxodi kamlaridan bittasi mana shu avtomobil hisoblanadi. Ichki salonlarini ko'ryapsizlar, holatini ko'ryapsizlar. O'sha 70+ning qorasini qo'yganimdan ko'pchilik so'radi. Yana mashina chiqsa eng arzonlardan ekanligi uchun mana xudo xolasa mana shu variantini olib kelib qo'ydik. 70+ bu 7 kishilikka hisoblanadi. 1.5 litr turbina 7 kishi. Necha litr rasxod qiladi deydigan bo'lsangiz, 8-10 litr atrofida rasxod qiladi. Kalitni yo'lligi uchun signal chiqaradi. Kalit qo'yib qo'ysam, signal o'chadi. Xo'p, ichida nimalari bor deydigan bo'lsanglar. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Bu yerda elektrosvetli rul, multirul hisoblanadi. Ko'rasizlar, hamma knopkalari bor. 9000 km yurgan. Mana bu sariq nima datchik desanglar, balon davlenaniki. Bizning sharoitda bu mashinadagi 2.5 ursangiz o'chadi, lekin mana bunaqa yo'llarimizda meteorit tushgan yo'llarda 2.5 bo'lmaydi. Shuning uchun 2Q1 qilingan, shuning uchun bunaqa yonadi. Ziyoni yo'q buni. Xo'p, bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, kamerasi bor. 360 gradus kamerasi. Bu yerda Eco Sport. Oddiy pozitsiyasida nimalarida farq bo'ladi desanglar, Eco Sport rejim bo'ladi, 360 gradus bo'ladi. Mana bu yerda anaqasi bo'lmaydi. Klimat kontrol uchun alohida displey bo'lmaydi, lekin buni rasxodi ekan. O'shaning uchun ko'pchilik mijozlarni 1.5 litrligini ham so'rab yurishadi. Full zo'r, lekin 1.5 dan ichidan rasxodi ekan, hadovoy ishlatsa bo'ladigan. Tim bo'li probeg kamini hozirgi paytda defitsit. Men sizlarga shunaqasidan bittasini to'g'risi olib kelib qo'yib qo'ydim. Nima xarajati bor desa, absolyutni hech qanaqa xarajati yo'q. Yana kelib bemalol o'zingizlar ko'rib, haydab ko'rib, yoqsa xudo xolasa gaplashamiz. Xudo xolasa chiroyli narxga qo'yamiz. Narxi nech bo'ldi degan bo'lsanglar, avtomobillar narxini 21900 qo'ydim. Egalari 23000, 24000 dedilar. Men ham yaxshi narx qo'ying, olgan odam ham baraka topsin. Sababi aytdilar egalari, menga ancha qimmatga aylandi mashina, chunki o'sha paytlarda bu avtomobillar narxi 35000, 33000 edi. U egalariga 35000 ga tushgan mashina. Prosta men aytdim, olgan odam ham baraka topsin, duo qilib yursin. Siz ham rozi bo'lib soting, sababi oradan bari salkam 3 yil o'tyapti-da. 3 yil ichida qancha avtomobillar narxi tushib ketdi. Sababi Gender'ni ham shu paytlarda 19000, 19500 edi. Hozirgi paytda ko'ryapsizlar, narxlar hattoki to'g'risini aytaman, mana shu mashinalar GMga rassrochka ochilishiga sababchi bo'lgan avtomobillar hisoblanadi. GMni ancha qiynagan avtomobil shu mashinalar hisoblanadi. Xudo xolasa mashinam sotuvga chiqdi. Narxini 21900 qo'ydim. Egalari 22000, 22500 deb anaqa qildilar. Xudo xolasa barakasini bersin. Yaxshi narx sotdik dedim. 21900 qo'yildi. Mashina nimaga unaqa narxda desanglar, birinchidan probeg kam. Kraskasi hozir 2020. Yana ustinglar bo'lsa bemalol tekshirib olasizlar. Yaxshi mashina. Bunaqa holatdagisi hozirgi kunda qiyin topish. Kelib bemalol yana haydab ko'rsatib oladi. Pastda nomerlar qoldiraman, telefon nomerim, telefon qilinglar. Rossiyadagi mijozlarga assalomu alaykum yana bir marta. Sababi tindirishmaydi. Baraka topinglar. Joningiz sog' bo'lsin. WhatsAppdan, Telegramdan, Instagramlarimdan audio video bilan o'tkazishadi. Kechqurun soat 11-12. Maksimal darajada harakat qilaman hammaga telefonni ko'tarib javob berishga. Salonimizda Toshkentda, Sergelida 5-metro bekat. Любой Jetar avtosaloniga kirib sarib olishlikdan filarsiyani ko'rsatib olishadi. 5-metro bekat. Sobiq Jetar avtosaloni hozir rebranding bo'lgan Avto Center avtosaloniga almashgan. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz multi brend qilganmiz. Har xil avtomobillarimiz endi bizda mavjud. Bemalol kelib
yurilgan avtomobilni kerak bo'lsa ko'ringlar. Agar qanaqadir sizlarda ham mashinanglar bo'lsa sotib berishga imkoniyatimiz bor. Xudo xolasa yaxshi narxlarga harakat qilib sotib beramiz. Mashinaning narxini aytdik, pastda nomerlar bor, telefon qilsanglar, xudo xolasa sunnatiga ozgina o'tib beraman. Faqat avtomobil naqdga sotiladi. Krediti yo'q, hech qanaqa nasiyadan qarzi yo'q. Shunday oformleniga tayyor. 21900 kraskasi toza, yana kelib bemalol tekshirib olaverasizlar. Xudo xolasa uyaltirib qo'yadigan mashina emas. 21900 sunnatiga ozgina o'tib berishi mumkin, lekin xudo xolasa olgan odam baraka topadi. Bunaqa sostanadiga 70 plyuslar kamdan kam.